Barchangizga assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar, akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga like tugmasini bosib, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Birinchi sotiladigan texnikalarimiz T28 traktorimiz komplekt holatda sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning komplektida plug va pritsepi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning narxi 35 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Andijon viloyati Paxtaobod tumanida ekan. Texnikalarimizning balonlari bittasi yorug'i bor ekan, bittasi 70% yaxshi soz holatda. Texnikamizni olasiz, ishlatasiz. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizning raqamlarini ekranda qoldirganmiz. O'sha raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz, akalar, ushbu ekranda ko'rib turgan MTZ traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Texnikamizni videosini ko'rishingiz mumkin. Texnikamiz soz holatda bemalol haydashingiz mumkin. Ushbu traktorimizning narxini 25 million so'm deb sotuvga qo'ygan ekanlar, chunki ushbu texnikamizning egasi pul srochniligi uchun sotilmoqda ushbu texnikamiz. Manzil Samarqandda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, hoziroq akamizga qo'ng'iroq qilmasangiz, uspet qila olmaysiz ushbu texnikani sotib olishga, chunki narxi juda ham arzon. Shu uchun hoziroq telefon qiling, batafsil ma'lumotlarni bilib oling, texnikamizni sotib olishingiz ham mumkin. Akalar, eslatib o'tamiz, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi dasturlarimiz ham o'tkazib yuborib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ 80X traktorimiz sotiladi. MTZ 80X traktorga qiziqqan akalarimiz, ushbu texnikamiz sizlar uchun. Texnikamizning sostoyaniyasi zo'r holatda ishlab turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning kamchiligi yo'q, satiri bor, xarajatsiz texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 35 million so'm, manzil Navoiyda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, bemalol qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Texnikamizning motor korobkalari ham zo'r ekan. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham MTZ 80 traktori sotiladi. Ushbu traktorimizning holati yaxshi holatda, akkumulyator va statorlari joyida. Kalitda yonadigan texnika Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida ekan. Ushbu texnikamizning narxini 45 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Manzil Xorazmda. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizning raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'z raqamlarimizni qoldirganmiz. O'sha raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube tarmoqlarida reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz T28 so'ragan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz holati yaxshi holatda, korobka zandimoslari ochilmagan. Texnikamizni hamma yeri soz holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxini esa 40 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana kelishsa bo'ladi, oz-moz kami bor. Texnikamiz Qashqadaryoda. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga hoziroq qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishlab turgan texnika deya ma'lumot berishmoqda. Traktorimiz soz holatda 1992-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Texnikamiz tayyor, bartavoy 7-skorsgacha ishlar ekan. Texnikamiz hamma korobka motorlari, zadnimoslari, zo'r vomlari ishlaydi. Plug, chisel 7 stoykali bemalol tortadi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni ustani o'ziniki, xudo xolasa hamma yeri radnoy deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning narxi 24 million so'm, kelishsa bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz T40 traktorimiz Vedushi traktor sotuvga qo'yilgan. Ushbu traktorimizning vomlari ishlar ekan. Texnikamiz soz holatda, motor moy yemaydi, korobka zo'r, vomlari ishlaydi. Texnikamizning rullari gidravlika. Haydab ko'rib olishingiz ham mumkin deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 23 million so'm, yana kelishsa bo'ladi. Manzil Xorazmda. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, agarda sizga kerakli bo'layotgan texnikalar chiqmayotgan bo'lsa, shu uchun nomini kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi dasturimizda siz so'ragan texnikalarni chiqaramiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochna sotuvga qo'yilgan TTZ 80.10 traktorimiz. Ushbu traktorimizning holati zo'r holatda, motor korobkalari zo'r, zadnimoslari ajoyib holatda turibdi. Rullari radiator yangi, akkumulyatori ham yangi, statori, orqa polnesti hamma yeri soz holatda, balonlari ham yangiday 90%, hamma joy soz holatda. Texnikamizning hujjatlari ham bor ekan. Narxi 50 million so'm, manzil Buxoroda. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat.
Keyingi sotiladigan texnikamiz TTZ80.11 traktorimiz sotiladi. Ushbu traktorimizning holati zo'r holatda, hamma joyi soz holatda, texnikamizning yili esa 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu traktorimiz og'ir ish qilmagan deya ma'lumot berishmoqdalar. Narxi esa 50 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Qashqadaryoda. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz TTZ8011 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda kultivatsiyasi bilan birga qo'shib sotilar ekan. Ushbu texnikamizning narxi 35 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor. Manzil Andijonda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, qolgan ma'lumotlarni akamiz bilan bemalol bog'lanib gaplashib olishingiz mumkin. Akalar, eslatib o'tamiz, sizda ham sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, hoziroq videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'z raqamimizni qoldirganmiz. O'sha raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni Telegram, YouTube, Instagram, polni hamma yerga tezroq reklama qilib sotish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu uchun shoshiling, hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling. Keyin sotiladigan texnikamiz TTZ8010 traktorimiz sotiladi. Ushbu traktorimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. 2011-yilda qora motor, zo'r ishga tayyor holatda deya ma'lumot berishmoqdalar. Ballonlari esa 15-70%. Ushbu traktorimizning narxi 38 million so'm, manzil Samarqandda. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, texnikaning egasini raqamlarini ekranda qoldirganman. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz T25 so'ragan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T25 traktorimiz sotiladi. Holati nahatu yangidek turibdi. Dokumentlari bor. Texnikamizning ballonlari ham yangi deb aytib o'tmoqdalar. Traktorimiz kalitda yuradi. Pritsep, chisel, plug, mosh o'radigan apparatlari bor. Texnikamizni alohida ham sotiladi deb aytib o'tmoqdalar. Boshqa texnikalari ham bor. Ushbu traktorimizning narxini kelishamiz deb aytib o'tmoqdalar. Pul uchun sotilmoqda. Narxi 50 million so'm, manzil Farg'onada. Keyin sotiladigan texnikamiz traktor MTZ sotiladi. Ushbu traktorimizga garantiyasi bor, 1 yil garantiyasi bilan beriladi. Traktorimiz MTZ 82.1. Yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobkalari ochilmagan. Traktorimizning narxini 180 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana o'zmoz kelishiladigan joyi bor, manzil Toshkentda. Kimgadir ushbu texnikamiz qiziq bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Yana bir navbatdagi sotiladigan texnikamiz yangisidan chiqaring degan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz New Holland TD5110 traktorimiz sotiladi. Ushbu traktorimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada. Texnikamizning kamchiligi yo'q, soz holatda. Olasiz va haydaysiz deya ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi 21 ming dollar, yana kelishiladigan joyi bor, manzil Andijonda. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Akalar, so'nggi texnikamiz gaz elguvchi mashinamiz sotiladi. Ushbu mashinamizning holati soz holatda ishlab turgan texnika deya ma'lumot berishmoqdalar. Texnikamizning qolgan ma'lumotlarini akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olasiz. Ushbu gaz elguvchi mashinamizning narxi 6 ming dollar, yana kelishiladigan joyi bor, manzil Andijonda. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatganingiz uchun barchangizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.